Yomon xayollar va fikrning buzilishi insonning xohishidan tashqari kelaversa nima qilish kerak? Shunday holatlarda qanday yo'l tutish haqida maslahat bersangiz debdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Bunday o'y xayollarni ulamolar ikkiga bo'lishgan. Ba'zilari bor, bular insonga beixtiyor keladi. Masalan, juda ham bir tilga chiqarishlik xatarli bo'lgan, xavfli bo'lgan turli xil bir o'y fikrlar, vasvasalar Alloh taolo haqida, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam haqlarida va shunga o'xshagan o'y fikrlar beixtiyor keladi. Bu narsaga inshaalloh odam gunohkor bo'lmaydi va mana shunday beixtiyor shunaqangi yomon fikrlar kelgan paytda inson nima qilish kerak? Darhol bir foydali ish bilan shug'ullanib yoki bir zikr tasbihlar bilan shug'ullanishligi kerak. Shunda ketadi bu. Va o'shanday o'y fikrlar kelgan paytda o'tirib olib, masalan, shu ichki bir nima bilan munozaraga kirishmasligi kerak. Chunki bu narsa borib vasvasaga aylanadi. Vasvasaga aylangandan keyin inson qiynalib qoladi unda. Shuning uchun boya aytganimizdek, bunday o'y fikrlar kelishligi bilan astag'firulloh deydi, darrov boshqa foydali ish bilan shug'ullanadi yoki bir zikr bilan shug'ullanadi. Xo'p, endi ikkinchisi bu inson o'zini ixtiyori bilan bo'ladigan o'y fikrlar bor. Masalan, hozirgi kunda osonroq tushunishligimiz uchun yosh yigitlar, qizlar masalan telefon orqali bo'ladimi yoki bevosita bo'ladimi, birorta bir nomahram ayol bilan, nomahram erkak bilan ko'rishib, gaplashib, munosabatda bo'lib, keyinchalik o'zi yolg'iz qolgan paytda shu narsalarni xayoliga keltirib, xayolida u bilan turli xil noshar'iy ishlarni qilishlik, mana shu narsalarni o'ylashlik, mana bunda endi inson gunohkor bo'lib qoladi. Shuning uchun bunaqangi ishlardan tiyilishlik kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizni har holatimizdan xabardor bo'ladi. Alloh taolodan to'g'ri yo'lda sobit qadam bo'lishligini doim inson duo qilib so'rab turishligi kerak. Allohu a'lam.